O'zbek adabiyotining yorqin vakillaridan Saidahmad hamda Saida Zununova. 1920-yilda Toshkentda ishchi oilasida dunyoga kelgan Saidahmad o'z faoliyatini adabiyot bilan bog'lashga qaror qildi. Saidahmad o'zbek adabiyotida kichik nasr uslubini olib kirgan yozuvchi hisoblanadi. Hikoyanavislik aynan Saidahmad uslubidan biz uchun meros bo'lib kelgan. 1941-yilda Nizomiy nomidagi pedagogika institutini tamomlaydi va Mushtum jurnalida ish boshlaydi. Keyinchalik Qizil O'zbekiston, Sharq yulduzi nomli gazeta jurnallarida turli lavozimlarda mehnat qiladi. 1940-yilda birinchi mualliflik hikoyalar to'plami Tortiq nomi bilan nashr qilinadi. Uning Cho'l burguti, Lochin, Bo'ston, To'yboshi, Odam bo'ri kabi hikoyalari o'zbek adabiyotida yangilik ruhini olib kiradi. Adib hajviy yozuvchi sifatida bir qator hikoyalar yozdi va bu bilan o'zbek radio va televideniyasida miniatyura teatriga asos soldi. Xandon pista, Bir o'pichning bahosi, Xanqa va Tanqa hikoyalari bular jumlasidandir. Adibning Azroil o'tgan yo'llarda, Borsa kelmas darvozasi, Azob kabi hikoyalari qamoqxonada o'tgan yillar asosida yaratilgan. Yozuvchining Yo'qotganlarim va topganlarim hikoyasi o'zbek